emas, yaqindan birilar aytgan, yaqinlarimiz suyunchi olgan, bizning sevinchlarimiz sababchisi, birinchi sinflarimiz sabab bergan, birinchi o'qituvchimiz davlatlar bitiruvchi o'quvchilarim umrini tamom qilyapti. Maqsadat kelgusi ishlarga vatanimizga mustaqil qarab etishga katta maqsad tilayman. Yana tabrik so'zini birinchi sinf o'qituvchimiz, yana saboq bergan Toshboyeva Ismoto'dan eshitsak rahmat. Aziz o'quvchilar, aziz ustozlar va hurmatli ota-onalar, biz tug'ilganlarga ko'rgazma mana shu xatni bitirayotgan birinchi sinf o'quvchilarini birinchi A va birinchi B sinf vaqtlarida o'qitdik. Men ustozim tug'ilganlardan shu vaqtda narsalarni o'rgandim va ularga saboq berishda shu o'rgangan narsalarimni albatta ishlashganman. Mana bular birinchi sinf o'quvchilari maktabda bitiryapti. Kelgusi yilda men ularga shunday taklif beraman. Har doim ishlarini o'qishlari bir o'qituvchi, biri vrach, biri esa vatanimizga eng ishonchli kishilar bo'lib ketishadi. Men bu bolalarga vaqt yo'l tilayman. Shu bilan birgalikda mana shu bitirgan kichkina janji bolalar ham kelgusi yilda mana shu birinchi sinfni bitirish kechalariga shu yerda o'tiraylik. Hamma mana shu yerda barcha qatnashayotgan hamma kishilarga vaqt yo'l yaxshi tilaklarni bildirib qo'ying. Aziz do'stlar, bizning birinchi kurslarimiz uchun arzimas sovg'amiz bor. Sizlarni qabul qilishlaringizni iltimos qilamiz. Shu maktabda Erkinjon bolalarni o'qigan edi. Onalar